O'zgidromet 6-9 may kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-8 mayda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-7 mayda 17-22 gradus bo'ladi. 8-9 mayda 13-18 gradusgacha pasayadi. Kunduzi 6 mayda 30-35 gradus, 7-9 mayda 25-30 gradusgacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 8 mayda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 6 va 8 mayda 30-35 gradus, 7 mayda 32-37 gradus, 9 mayda 28-33 gradus bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-7 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 8-9 mayda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 6 mayda 28-33 gradus, 7-8 mayda 30-35 gradus, 9 mayda 25-30 gradus bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6 mayda 15-20 gradus, 7-9 mayda 17-22 gradus, kunduzi 6-8 mayda 33-38 gradus, 9 mayda 30-35 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-7 mayda 13-18 gradus, 8-9 mayda 15-20 gradus, kunduzi 6 mayda 28-33 gradus, 7-8 mayda 30-35 gradus, 9 mayda 27-32 gradus bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.